Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana navbatdagi ishlarimizni yangi anjomga olib kelib o'rnatdik. Xudo xolasa mana ishlarimizni ko'rib baholarini berib berasizlar. 2 kira varianti, kafeli, kafesiz, kimga qanaqa holatda. Bunimizning narxi 2.700 ming so'm, 2.700 ming so'm. Bunimizning narxi 4.700 ming so'm. Bunimizning ham narxi 2.700 ming so'm. Shkopimizning narxi esa 2.600 ming so'm. İşte o'zini 2.700 işte o'zi 2 kira kelinglar. Buni ham 2.700. Kimga qanaqa svetda desanglar, xohlagan svetinglarni yasab tayyorlab beramiz. Xudo xolasa Azmi Mebel obunachilariga kelishilgan holatda qilib tayyorlab beramiz. Kimga qanaqa holatda desanglar.